Assalomu alaykum barchaga. Bugungi kunimiz 8-iyun yakshanba. Mana fermamizdagi Galshteyn semental sigirlarni oziqlanish jarayonlari. Hozirgina o't soldik. Sog'indan chiqishdi. Mana qolganlar yana chiqyapti. Bizning fermada 3 mahal o't solinadi, 3 mahal sigirlar sog'iladi. Keyin mana bunda tuz, mana bunda kalsiy, mana bunda mo'l chayli soda. Doim turadi. Xohlagan mol kep, xohlasa tuzli, xohlasa kalsiy, xohlasa chayli soda. Mana fermamizdagi mollarimiz. Hozir bizda silos tugagan, senaj bosganmiz, senaj yeyapti faqat. Senaj. Bunda arpa bor, raps bor, semichka, makka, bug'doy aralashtirib mikserda aralashtirib beramiz. 3 mahal o't solinadi. 3 mahal sog'iladi. Sog'indan chiqishiga o'tini tayyorlab turamiz. Sog'indan chiqishi bilan solamiz mana. Mana bular hammasi sog'indan chiqqan hozir. Xudo xolasa fermadagi sigirlarimizga ham sun'iy urug'lantirish jarayonlarini yakunladik. Hamma sigirlarimizni sun'iy urug'lantirib bo'ldik. Endi ertadan uzi qilish jarayonlarini boshlaymiz. Sigirlarimizga hozircha 200 ta sigirimizga urug' qo'ydik, sun'iy urug'lantirdik. Bundan 16 tasi qaytalandi. Endi uzi natijamiz Xudo xolasa yaxshi chiqadi. Ertaga ularni ham video qilib Xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Obuna bo'lmaganlar pastda tugmasi bosib obuna qo'yishni so'raymiz. Chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Qanaqa chora bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Sun'iy urug'lantirish bo'yicha, hayvonlarning tuyoq kasalligini davolash bo'yicha qanday masala bo'lsa hal qilishga harakat qilamiz. Like bosib obuna qo'ysalar, yana ham obunachilarimiz ko'payishligiga sababchi bo'lasizlar. Chorva to'g'risida yangiliklar va bilmagan narsalaringni o'rgatib borishga harakat qilamiz. Mana bu tomondan sog'indan chiqqan sigirlarimiz. Mana bulari endi Xudo xolasa sog'inga kirib ketgan bular. Mana skreper sog'indan chiqishiga mana tagini ham tozalab qo'yadi. Ketishi bilan tagi tozalanadi, yotoq joylari tozalanadi. Sog'inga kirib ketgandan keyin mana mollarimiz mana o sog'inda. Bu yoqdan ichkariga sog'inga kirishadi. Sog'inga kirib chiqishadi. Kirib ketganda mana taglari top-toza qilinib, tozalanib, o'tlarni solib tayyorlab qo'yamiz chiqishiga. Mana taglarini tozalab, mana bu chuqurimiz bor. Hammasini tagi tomoniga mana tekib tushadi. Mana chuqurga tushadi. Chuqurdan mana ko'chaga chiqib ketadi tashqariga. Katta yami bor. Mana yerda motor bor. Katta mashinalarga motorga kuy beramiz.
dalillarga, yerlarga borib turib berishadi. Ichdan chiqib ketadi. Bu yoqda oyoq og'rigan bolalarimizni oyoqlari lecheniya qilyapmiz. Mana bolalarimiz sog'indi. Bolalarimiz ichkarida sog'ilyapti. Sog'in jarayonlarini ham sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ularimiz sog'in jarayonini kutib turishdi. Ichkaridagi mollar chiqqandan keyin o'rniga bular kiradi. Mana shu prexod, mana shu yo'lakda keladi. Mana mashitlardan sog'inga kiradi ichkariga. Mana mollarimiz sog'ilyapti. Mana bir mahallisi mana bu yo'lakni to'pga berdi. Bir mahallisi. 13 ta bo'lganda ham bir kunda 40 litr. Mana hammasi sog'ilyapti. Mana bu sementalimiz başta 9 ta berdi. Bir mahallisi. 27 litr. Bir kunda. Obuna olmaganlar obuna bo'lib qo'yishni so'raymiz. Chiroyli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Like bosib, kommentariyaga yozib qo'ysalaring, yana ham yaxshi videolar chiqarib borishga harakat qilamiz.